hozirda ko'pchilikni qiynab turgan masala, ayniqsa 2 qavatli xonadonlarda o'sha tom qismi an'anaviy lombos qilingan. An'anaviy lombos, lekin issiqni ushlab bermayapti. Ya'ni tepadan keladigan issiqni ushlab bermayapti. O'sha hisobiga o'sha xonadonning ikkinchi qavati ancha issiq holatda bo'layotganligining guvohi bo'lyapmiz. Ya'ni o'sha tepa qavatni sovutish uchun xonadon egalari ancha energiyaga pul sarflashga majbur bo'lyapti-da. Bizga murojaat qilishadi, o'sha lombos qilingan xonadon tepasini pena-beton, pena-polistrobeton bilan izolyatsiya qilsa bo'ladimi? Pastkaligi nam, suv, loy o'tib ketmaydimi deb xavotir bilan bizga murojaat qilishadi. Bunga javoban men aytishim mumkinki, bemalol o'sha lombos qilingan yashab turgan xonadonni ham tepasini pena-beton, pena-polistrobeton bilan izolyatsiya qilsa bo'ladi. Chunki biz tagini boshda yaxshilab parazolyatsiya qilib olamiz, pastga nam o'tmaydigan qilib, tepasidan o'sha pena-beton yoki pena-polistrobeton mahsulotini quyib beramiz. Buni asosiy afzalligi nimada deydigan bo'lsak, bu birinchidan issiqni ham suvni ham o'tkazmaydi bu mahsulot o'zidan. Ikkinchidan nafas oluvchi, ya'ni uyning ichida mikroklimat hosil qilib beradi, bemalol nafas olib turuvchi mahsulot. Uchinchidan buni umri juda uzoq, kamida 40-50 yil turib beradi, vaqt o'tishi bilan tarkibi o'zgarmaydi. To'rtinchidan o'sha yonmaydigan mahsulot, ya'ni yonga xavfsiz. Beshinchidan o'sha qurilish jarayonini tezlashtirish imkoniyatini yaratib beradi.